Yangi bo'lgan obunachilar podpiska bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib, o'zingizga kerakli texnikalarni обязательно kommentariyaga yozib qo'ying. Biza ko'p gapirib o'tirmay, eng zo'r texnikalarimizni bugungi sonidagini boshlab beramiz. Qanaqani ketdik yangisi deb yangisini kutib o'tirgan bo'yvachcha traktorchilar, sizlar uchun yangi texnikalaringizga yangi agregatlar eng arzon narxda Qibray Agropastda. Hozirda bahorgi Ramazon aksiyasi uchun juda ham arzon narxda yangi tovarlarimiz kelgan deyaptilar. Hammasi 2026-26-yil yangi Veps'ga oxirgi modellari bularni. Bu tovarlarimiz birinchi qo'l Turkiyadan O'zdukun kompaniyasidan prямо bizani o'zimizga birinchi keldi. Hali hech qayerda yo'q. 2026-yil yangi agregatlar hammasi bizda juda ham katta ob'yomda, juda ham katta partiyada. Shu uchun ham narxlarimiz juda ham arzon, aksiya narxida qilib beramiz deyaptilar. Hozirda eng ko'p partiya kelgan mana shu yerda ko'rib o'tirgan O'zdukun firmasidan turetskiy o'sha vakuumli 4 qatorlik pnevmatik selkalar 70-76-90 qatorlariga ekadigan o'sha Luboydo mahsulotlarini ekadigan polni programma kompyuterlashtirilgan agregatlarimizni eng yangilari, bizaga oxirgi modellari. Bulardan tashqari mana shu yerda ko'rib o'tirgan frezalarimiz ham kelgan Luboy texnikaga to'g'ri keladigan razmerda 215 dan boshlab 1.65 zaxvat joyda olib ketadigan dala va bog'larga ishlaydigan o'sha universal frezalarimizni yangisi o'zi turetskiy bo'lsa ham pichoqlari italyanskiy bakvatidan deyaptilar. Bu degani yerni yuragini qoparadigan frezalar qidirib yurgan bo'lsangiz bemalol telefon qilasiz. Bulardan tashqari bu yerda sizga kerak bo'ladigan agregatlarni hammasi bor. Luboy texnika tortadigani, Luboy texnika ishlatadigani. Yana bulardan tashqari har xil dori sepadigan apreskavatorlar, Luboy dori sepadigan даже oltin gugurt purkagichlargacha hammasi bor. Hozirda kakras sezoncha ham boshlanib qoldi. Enrulani eng agoni, eng garantiyaliklari bor. Kakras sezonchaga soqqani uraman degan akalarga Amafos Litra sepkani polni agon pul topar, soqqa topar agregatlar. Bulardan tashqari pulukchalarimizda agoni bor. Luboy texnikaga topamiz deyaptilar. Aylanma puluklardan boshlab Tom mini traktorlar tortadiganigacha даже hammasidan bor. Puluklarni eng garantiyali o'sha Shaktimandan man degan lemken puluklar dam oladi. Shaktiman prezvoditellari ham dunyo bo'yicha raqobatlasha oladigan agregat texnikalar shularda chiqadi. Lemken puluklardan qolmaydigan o'sha garantiyali Shaktimanda bo'ladi. Hozirda bu Qibray Agropastda yana o'sha Shaktiman press apparatlari bor. Bular klass 55 lar bilan raqobatlasha oladigan, klass 55 lardan kuchli bo'lsa kuchli, birga bir ustidan o'tib ketadigan o'sha Shaktiman. Bularning narxi klasslardan arzondaji ishlashiga, garantiyasiga, servis xizmatlariga 100% garantiyalari bor. Yana o'sha Turkiyada ishlab chiqarilgan juda ham ko'p agregatlarimiz bor deyaptilar. Frezalar, frezali kultivatsiyalar, eng qizig'i o'sha ko'pchilik obunachilarimiz so'raydigan o'sha kasilkalarni, eng zo'rlari rotorni kasilkani, Luboy turi, Luboy razmerdagini kerak bo'lsa topib beramiz deyaptilar. Eng qizig'i bu akamiz birinchi qo'l to'g'ridan-to'g'ri prямо zavodning o'zidan bizaga yetib keladi deyaptilar. O'sha uchun narxlari eng arzon narxda. O'sha uchun bizada bor agregatlarni O'zbekistonning boshqa burchagidan topolmaysiz deyaptilar. O'sha uchun ham narxlarimiz arzon. To'lovlar o'sha naqd pul перечисление lizing orqali ham juda ham tez ishlaringizni hal qilib beramiz deganlar. Manzilga kelsak, Toshkent viloyati Qibrayda asosiy bazamiz. Viloyatdagilar qiynalib kela olmay yurgan akalar bo'ladigan bo'lsa ham Samarqand Jomboyda ham filialimiz bor. Xuddi bizdan oladigan narxga o'chirga ham o'sha narx deyaptilar. Eng qizig'i o'sha manzil narxlar eng arzon narxda. Ortiqjon Jo'rayev kanalidan oldik desangiz, yana alohida skidga bonuslari bor. Tortinmay telefon qilasiz. Akamizning nomerlari pastda. Hamma o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlar bo'lsa o'sha yerdan olishingiz mumkin.